Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Dərsimizni Mədinə Munəvvər Camiatul İslamiyyə İslam Universitetining Hədisshunoslik fakültetini bitirgan Payg'ambar alayhissalomning masjidi bo'lgan Masjidun Nabaviyda 5 qiroatning Payg'ambar alayhissalomga tutashgan sanadi bilan birga qiroat ilmida ilm tahsil qilgan bakalavri, mudarrislik qilish diplomlari va Saudiya hukumatining xalqaro qorilik diplomini olgan davlatlik qiroat musobaqalariga qatnashib, 2-chi darajaga kirib, yuqori baho bilan xalqaro musobaqalarga tanlangan 25 yilga yaqin izchil o'qish va o'qitish bilan shug'ullanib, sog'lom islom aqidasiga ega nurg'un qori Qur'onlarni tarbiyalab yetishtirishga kuch qo'shib kelayotgan ixlosmand yuqori saviyalik va mo'l tajribalik ustozimiz sistemalik o'tidi. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eğer kalem defter tutsa tek yaxşı. Çünki bəzi yerdə özləri belgi qılıb alğıdak yer qılıb qalsa onun bəlkə yaxşı olurdu. Onda boyaydigan qaləm emas, bunda bəlkə ücretli oldigan, bunda belgi qılıb qo'ysalar, bunda yerdə xato bo'libdi, bunda yana xato qilibman, ya'ni men bo'sh oldi ekanman, ya'ni chun xato o'qib qolibman degan belgi qo'yib qo'yish uchun sizlar birorta qalam tutsa tek yaxshi. Bo'ldi. Fatihani o'qiyma. Shu Fatihani o'qi. Qilib qarab turib o'qi, ham qarab turib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم دب هاني خاطب الله اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت hani aşıyor mada içimizge tatip alımız ihdina sıratal اهدنا içimizge tatip durmaz ihdina haga yapamız ma gal taraf yapamay kindik taraf yaparız ihdina içimizge tedik kindik tarafta kusuğumuzu içimizge tatip durup اهدنا Hager gallarga bapamay isimlerge tasla isimler deb اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم صراط المستقيم صراط المستقيم تاني شلون اصلا صراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أنعمت عليهم
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Ba'zan bir harflar sal bo'sh ekan hamda ketib berib yana inshaalloh bıraklam. Ustoz men imom Jalaluddin ma'ni qarab turib men bir qayta o'qib baqaymi? Ma'qul. Bir o'qib baqaymi? Ma'qul. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke. Kaç ne? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Rahman. Ben bu şu A-N bek almıştırdık hemen. A-dep bugün kapık hemen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhtinas nesta'in. İhtinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne an'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Al-Mağdubine vasıl sen sözü koysa Mağdubi der cuma. Gayril tamam. Gayet çok asla. Ay. Şu men alıqı Rahman dep oqirken ha. Ani aql Rahman dep. Andikin bağ g'ini to'liq o'qib chiqaramaydi. Assalomu alaykum. Bundan tutdingizmi? Ayrıldı basıldı. Ayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Oqsla gayril mağdubi de kayıt oqsla. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ben bu o'qigannikin hamma harfni ichiga tortgan deb shunaqa aytib qoldim. Ba'zi harflar kindikdan chiqadi, ba'zi harflar galdan chiqadi, ba'zi harflar aynilqi ashni kalamda ayn deb o'qiyman deb kalam kirzulab butkul harfni ashning o'xshash o'qiyman deb o'qishyapman. Ayrım Ayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Qur'onni başdan ayak muşundak o'qib bersak, anadan keyin ayinning chiqarilishi hamda asli kelamidi inshaalloh. Qur'onni bir 5-6 pora o'qiy olsak, mushtatda tajvid bilan. İnşallah. Qur'onni tajvid bilan bo'ldi inshaalloh. Endi men ma'vu darsiniki hozirgi ahvolda hali yaxshi bo'pti. Lekin yana bir asroq yerlarda endi bak mukammal bo'lmasimi, yana men atiganlikka sur Fatihani yana qayta so'rayman. Atiganlikka savob bugungi olgan dars bilan birga qo'tilib o'qib berildi endi. Bugun sur Fatihani yana mushu bugungi olgan sur bilan birga qilib atiganlikka o'qib berildi. Dars o'tkazib berildi. Hozir yangi dars o'tkayman. Yangi darsni o'tkazishdan burun yangi darsni o'tkazishdan burun sur Falaq, sur Nas mushu surni boshlaymiz. Necha kunni sizlar aqoslaring talabiga asosan sur Falaq, sur Nasninki fazilatlari haqida yoki tushishning sababi degan bir talablar bo'ldi. Buni qisqacha hamda bir 5 minutning ichida baxchamlab bir bayon qilib bersam, hammalar to'liq anglayotganlarmidi? Ha, anglatamiz. Anlatimiz. Ma'qul. Endi bu
bizning hozir endi sura Falaq, sura Nas, mush ikki surani olamiz, o'qiymiz. Endi bu sura Falaq, sura Nas nozil bo'lishdan burun Allah Taala va taqaddas bu ikki surani nozil qilishdan burun Rasululloh alayhisolatu vasallamga bir voqealik bo'ldi. Asib ibn Lubayd degan bir Yahudi Rasululloh alayhisolatu vasallamga sehr qildi. Rasulullah'niki Medine'deki vakti mi ya Mekke'deki vakti mi? Medine'deki vakti. Şuna olan sihirlep bir tal Resulullah'niki çeçidek bir nersini elip onunla çiğip aşı. Çiğip onunla nur 10 katım çiğip atkan. 10 neç katım ayında 10 neç çiğip atkan depin ba. Çiğip bir koduğunun astığı taşı atkan bu ne? Nimesine çiçeğine mi? Resulullah'niki bir tal çeçi ya ki bir çeçi dep alınırken hem de çeçini şu çigip şunağı sütkeşlep şunağı sihirlep quduq taşıyotgan. Bir yerdeki sihirlep diyen ras ayna sihirini bilem diken toq. O Yahudi şu vaxtda sihirini biltemez mi? O vaxtdaki o sihir şu Süleyman Aleyhisselam'ın devrinden tatip batı bu. He. Süleyman Aleyhisselam'dan tatip batı Yahudinin kitaplarında ma'lum bir sihirniki ayetleri sihirinin hakkında nurgun ayetler batı şu vaxtda mı burunqi peygamber şu Kur'an-ı Kerim nazil bo'lishdan başka kitapta. Endi Tevrat ba, İncil ba, İncil mi Allah'ın ayetleri özgert atmagan halatdaki ayetler endi Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala tarafından nazil olan. Aşınыңdan ma'lum bir sihirning bayanlarını o'ziga amillashtirib, andaki sihir o'qib, sullab, sütkeşlep, aşındaq sihir qiladigan ahvollar bo'lgan-ku buni. Şu Süleyman Aleyhisselam'dan o davrdan boshlanib bu sihirgarlik qattiq avjiga chiqqan şu zamanda. Bu yerda gapingizni bilib qoldim. Bu yerdagi masalan hozirgi dunyodagi sihirlashganlikqa har xil aldash usuli bilan nim ko'zni aldash usuli bilan qilgan sihir shunaqmi bu hozirgi zamonning sihirlari. Sizga sihir aniqi nim bilan sirlar bilan sirlarlar haqiqiy sihirda shunaqmi? Ma'lum sütkeşlash, band qilib o'tish degandek bir sihir afsun deymiz-ku. Sihir afsun. Sihir jadu afsunninki bir qism ahvollar bo'ladi. Bu Allohning eng ashaddiy bandalari qiladigan ishlar bu endi. Şununla bu Yahudi bu sihirini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ınki bu şu çeçidin bir hükümle elip şunu çigip bir kuduğuna asıl taşlatken. Resulullah 6 ay kisel olgan da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 6 ay kisel kattı. Yavaşın Ayşe'nin bayan kırdı hadiste. Hatta ayallahım yakın kelemigen deydi. Ayallahım yakın keldiğin bir rayı kanmağın deydi. Şuna olan andaki Cibril Aleyhisselam düştü. Cibril Aleyhisselam düşüp Resulullah'a haber verdi. Falan Yahudi Asib ibn Lubayd degan bu bir adam sihir qildi. Şuna olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahvalini Cibril Aleyhisselam düşüp andaki bo'lgan ahvalini deb berdi. Şu Yahudi sihirlayotganligini Yahudi şu chigib buni nemiga tashlayotgan bir quduqqa tashlayotganligini deb berdi. Degandan anda Rasululloh alayhisolatu vasallam Huzayf roziyallohu anhu va bir turkum sahobalarni avatib darvaqa ash quduqning nimasidan shu sehrlangan shu chigiklarni topadi, shu chigiklarni tepib shuni yeyishidi. Anan Alloh taolo va taqaddas shu sura Falaq bilan sura Nas nozil qildi. Sura Falaq bilan sura Nasni boshqa sahobalarga o'qishga buyurdi. Rasulullahga o'qib yuribadi. Andan keyin shu Rasulullahga sehr qilgan sehrlarning hammasi yeshildi. Keyin andan Rasululloh alayhisolatu vasallamga sahobalar oshuning mushunda qilgan nimasiga uni tutib akilib, uning kallasini kesildi ya Rasululloh degan vaqtida ya men o'zimning bir dunyoda men bir odamningki men o'ch elishga burilmadim. Men bir odamning o'ch elishini yaxshi ko'rmayman. Alloh taolo menga kasalni shifolik berdi. Buningda menga bir xayrlik berdi. Mushu uning barkati bilan menga sura Falaq sura Nasni nozil qilib berdi.
Sürnas, Sürfelak Erşinin aslında nazlı oldu. Sürfelak ile Sürnas'tek ulug' sure Qur'onda onundan burun ve onundan keyin undaq ulug' sure nazil bo'lib boqmadi deb ketgan Rasululloh alayhisalom. Yani bu Sürfelak, Sürnas bir ulug' sure. Rasululloh alayhisolatu vassalamninki şu sehrlarni yeyish uchun Alloh taolo nozil qilib berdi. Undan keyin ummatlarga buni davomli 5 vaqt namozda va yoki hech bo'lmasa oqshomlari, ertalari o'qib, bomdoddan keyin yoki qubtamdan keyin cho'qib o'qib yetishning yoki o'qishninki nihoyatda muhimligini Rasululloh alayhisalom hayotida buni o'qib yuziga yurgan. Buni faqat tark qilmagan. Shunga bu suraninki tushish sababi mana shu. Şu sura Falaqda alaqi va min sharrin nafasat fil uqad şu chigitlarga sutkashlaydiganlarning yomonligidan panoh tilayman degan şu mazmun bor. Chunki shu vaqtning o'zida shu Rasululloh alayhisalomga shundoq suiqasd qilib hattoki 6 oy kasal qilayotgan. Bu bir xatarlik shu sehrdan qilib o'tish degan ahvol bir xatarlik. Shu Surnaslan Surfalaqni Muşnaq epsunlab qo'ygan, o'qib qo'ygan degandek yoki ishlasak bo'ldi ekanda hamza. Shundoq bir ahvollar qilib qolgan bo'lsa, mushuni bilan yondirib yoki masalan jinchoq qolgan degandek. Shunda qasd qilingan bo'lsa, qasd uchirgan bo'lsa, boshqalar tarafidan shundoq sehr qilingan bo'lsa, shu sehrni yondirish uchun mushu Surfalaq surnasini o'qish. Agar unda bo'lmagan taqdirda mushu Surfalaq surnasining haqiqiy ma'nosini bilib o'qisa, u odamga jindan va insondan hech bir suiqasd yaqin kelmaydi deb qo'ymizmi? Bak ulug' sura bu. Bu qalqon deb atildi bu sura. Amsi shu sura men darsni boshlab ketay. Bismillahirrohmanirrohim. Shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Əmsi bir oxu baxamlar, mən başlap birey sizlər əgiş oxamlarmısa? Bismillahirrahmanirrahim. Həmmələr əgiş oxusunlarmı ki, şunu müjdə bir sınaq baxılı. Ustaz sizce oxulab bir oxunlar deyətkənlikən başlaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Oxuslar hamısı. Həmmələr. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul a'udhu bi rabbil falaq. قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق من من شر شر ما ما خلق خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن من شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب 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 آه. ومن شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر وای خدایا شر النفاثات في العقد ومن شر من شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن ومن شر شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم رحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من من شر شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من من شر شر الوسواس الخناس الناس الناس ناس خناس حناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من من الجنة الجنة والناس endi mani har qaysilarini ayrim o'qitay endi. Bir boshdan kelaylik. Bir boshdan o'gitay. Bir boshdan o'qib baqsaq, ya'ni men tuzitay. من أقيم قل أعوذ برب الناس بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم رحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن
Qayerda? Aş Bismillahirrahmanirrahim deb aşu taş taraf so'zlar. Ha, doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabb. Rahmanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Qul ilah a'udhu ayni tasla. Qul a'udhu قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من ilahin deb ha asla ha. إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر من شر الوسواس الخناس خناس والناس خناس من شر الوسواس الخناس الذي خناس من شر الوسواس الخناس تورما من شر الوسواس الخناس الذي وسواسل دب الله وسواسل دب الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن بسم الله burun xatalama o'qib kelamiz Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu Bismillahirrahmanirrahim. İşkirevakena? Bismillahirrahmanirrahim.